Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Mashhur futbolchi 3 badavlat klubga rad javobini berdi. Fransiyaning mashhur klubi Marselning 24 yoshli qanot hujumchisi Mason Greenwood Saudiya Arabistonining bir necha klublaridan tushgan manfaatli taklifni rad etdi. Bu haqda jurnalist Sasha Tavaleri xabar berdi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, angliyalik futbolchini Al-Ahli, Al-Qodisiyya va Ad-Dariya o'z safiga qo'shib olishga uringan, ammo uchala klubning taklifini ham yerda qoldirgan. Ayni paytda kurashchi faqat Turkiyaning Fenerbahçe klubi qolgan bo'lib, bu jamoa mutasaddilari Greenwood bilan muzokaralarni davom ettirmoqda va futbolchi bilan kelishuvga erishishga harakat qilyapti. O'tgan mavsumda Greenwood uchun juda muvaffaqiyatli o'tdi. U barcha musobaqalarda 45 ta uchrashuvda ishtirok etib, 26 ta gol urdi va 11 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Transfermarkt portali futbolchining transfer qiymatini 55 million yevro deb baholamoqda. Fabio Cannavaro: Jahon chempionatida faqat bir narsadan afsuslandim. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro kecha Atalantadagi mehmonxonada qisqa intervyu berdi. Afsuski, biz uchun mundial yakunlandi. Bu yerda 3 ta o'yin o'tkazdik. Muvaffaqiyatsiz o'tgan jahon chempionati haqida nima deya olasiz? Jahon chempionati muvaffaqiyatsiz bo'ldi degan fikrlarga qo'shilasizmi? Turnir jadvaliga qaraydigan bo'lsak, hisobimizda 0 ochko bor. Cannavaro: Albatta, men jamoa muxlislarini tushunaman. Ular doimo jamoani olg'a boshlaydi va faqat g'alaba istaydi. Lekin shaxsan men hali qur'a tashlash marosimidayoq jahon chempionati qanchalik og'ir o'tishi mumkinligini aytgan edim. Bu qanchalik murakkab turnir ekanligini juda yaxshi bilardim. Ko'pchilik uchun bu shunday ulkan bosim ostida ilk tajriba bo'ldi va biz buni jabrini tortdik. Uchala o'yinda ham men o'yinchilardan o'yinda uzilib qolmaslikni so'radim. Ularning yelkasidagi bu yukni yengillashtirishga harakat qildim, chunki ruhiy bosim jamoani qanchalik qotirib qo'yishi mumkinligini bilardim. Ammo rostini aytsam, endi barcha futbolchilarim bunday yuqori darajada o'ynash qanchalik qiyinligini o'z tanalarida his qilib tushunib yetishdi. Biz bor kuchimizni ishga soldik va men uchun eng muhimi shu. Nafaqat o'yinchilar, balki men o'zim, shtabim, futbol federatsiyasi ham ajoyib tajriba orttirdik. Jahon chempionatining bir qismi bo'lish qanchalik ajoyib ekanligini ko'rdik. Va albatta, kelajak uchun har birimiz yana jahon chempionatiga qaytish maqsadida o'z ustimizda ishlashimiz, tinimsiz mehnat qilishimiz kerak. Hozir esa aytish mumkinki, hamma sizni mundial davomidagi eksperimentlaringizni muhokama qilmoqda. Masalan, birinchi o'yinda asosiy tarkibdan Mozgovoy maydonga tushdi. Keyingi o'yinda esa uning o'rnini Hamrorbekov egalladi. Boshqa o'yinlarda Nasrullayev almashtirildi va hokazo. Ko'pchilikning fikricha bu doimiy o'zgartirishlar Cannavaroning taktik xatosi, chunki siz asosiy tarkibning jiddiy o'zgartirib, natijada 26 nafardan 23 nafar futbolchini o'ynatdingiz. Siz tomonga bo'layotgan tanqidlar haqida nima deya olasiz? Cannavaro: Albatta, men bosh murabbiyman. Mening yagona afsuslanadigan narsam 3 ta futbolchini maydonga tushirish imkoniyatini bera olmaganim bo'ldi. Men o'yinchilarni almashtirganimning sabablaridan biri shu. Turnirgacha va ularning davomida jarohatlar bilan bog'liq muammolarimiz juda ko'p bo'ldi. Ba'zi yigitlarda esa so'nggi 4 oyda beqaror o'yin amaliyoti bo'lgandi. Men o'yinchilarni almashtirganimda sabablardan biri shu. Turnirgacha va uning davomida jarohatlar bilan bog'liq muammolarimiz juda ko'p edi. Ba'zi yigitlarda esa so'nggi 4 oy barqaror o'yin amaliyoti bo'lmagandi. Tushunasizmi? Futbolda doim shunda. Bir futbolchining o'rniga boshqasini tushirsangiz, odamlar uchinchisi o'ynash kerak edi deydi. Lekin men o'zim bilan olib ketgan barcha futbolchilarimga ishonaman. Ular jamoada edi, chunki men ularning yaxshi saviya ko'rsata olishini bilardim. Men har bir futbolchiga imkoniyat berdim va albatta agar natija qoniqarsiz bo'lsa, bu har doim mening xatoim bo'ladi, chunki men bosh murabbiyman. Men barcha tanqidlarni qabul qilaman, lekin hammasi yomon bo'ldi deb hisoblamayman. Biz ulkan tajriba to'pladik. Biz futbolchilarimizni yaxshilashga, o'yinlarga yangi g'oyalarni singdirishga harakat qildik. Uchrashuvlarning ayrim qismlarida biz juda yaxshi futbol namoyish etdik. Kolumbiyaga qarshi o'yinni yoki Kongoga qarshi o'tgan so'nggi bahsni eslang. Uning birinchi bo'limi shunchaki ajoyib edi. Ha, Portugaliyaga qarshi o'yin og'ir kechdi, lekin ishoning, futbolchilar maydonda bor kuchlarini berib o'ynashdi. Men uchun ham eng muhimi shu. Tanqid esa tabiiy hol. Men murabbiyman. Odamlar doim norozi bo'laveradi. Kulib turamanmi yoki aksincha kayfiyatim yo'q bo'lib.
Xo'sh, jahon chempionati biz uchun yakunlandi. Bu esa tarixga aylandi. Navbatdagi katta maqsad Osiyo Kubogi. Menda shunday savol bor. Srechko Katanes boshqaruvida 4 yil davomida biz 3 ta markaziy himoyachi bilan ko'proq himoyaviy uslubda o'ynashga ko'nikib qolgandik. Keyin esa Kapadze nimadir o'zgartirish uchun deyarli vaqt bo'lmadi. O'zingiz ham faoliyatingiz boshida hamma narsani tubdan o'zgartirmoqchi emasligingizni aytgandingiz. Osiyo Kubogida Cannavaro jamoasidan nimalar kutsa bo'ladi? 3-4-2 sxemasining boshqasiga o'zgartirilishiga guvoh bo'lamizmi? Chunki hozircha biror o'zgarish ko'rmadik. Cannavaro: kelajakda albatta yangiliklar qilishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, bu tabiiy jarayon. Hozir bizga ba'zi o'zgarishlar zarur. Shu bilan birga taktik sxemalarni o'zgartirgan taqdirda ham asosiy vazifamiz o'sha bo'lib qolaveradi. Biz o'yin sifatini oshirishimiz, uchrashuv borishini nazorat qilishimiz va so'nggi soniyalargacha diqqatimizni jamlashimiz lozim. Turnirning yana bir muhim sababi: biz o'yinlarning so'nggi 10 daqiqasida 2 yoki 3 ta gol o'tkazib yubordik. O'yin oxirigacha hushyorlikni saqlash deganimda aynan shuni nazarda tutyapman. Bu darajada so'nggi daqiqalarda bo'shashganlik uchun darhol jazolashadi. Sentyabr oyida yana yig'ilamiz, ishimizni davom ettiramiz va o'zgarishlar kiritishni boshlaymiz. Agar jahon chempionati biz uchun bebaho tajriba bo'lgan bo'lsa, Osiyo Kubogi bizni aniq maqsadimizdir. Bavariya Olisiga shubha bilan qarayapti. Bavariya hujumchisi Michael Olise o'z xizmatlariga bir necha klublar qiziqayotganini biladi. Va shu sababli jahon chempionatidan keyin klub rahbariyati bilan kelajagini muhokama qilmoqchi. Bu haqida AS nashri xabar berdi. Manba ma'lumotiga ko'ra, Bavariya rahbariyati Olise klub bilan uchrashmoqchi ekanligini tushunadi. Biroq myunxenliklar futbolchi so'nggi haftalarda ko'p muhokama qilinayotgan boshqa takliflarga qiziqib qolgan bo'lishi mumkinligidan shubhalanishmoqda. Ta'kidlanishicha, klub rahbariyati futbolchidan Bavariyaga sodiqlikni ko'rsatuvchi qandaydir ishora kutgan, ammo hozircha bunday qadam kuzatilmagan. Bu esa klubda katta shubhalarni yuzaga keltirgan. Avvalroq Madridning Real klubi Michael Olise bilan hech qanday to'g'ridan-to'g'ri yoki bevosita aloqa qilmaganini rasmiy ma'lum qilgan edi. Behruz Karimov: top 5 chempionatlardan taklif bor. Biz ularni o'rganib chiqib bir qarorga kelamiz. Karimov ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan suhbatlashdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidagi ishtirokini yakunlab yurtimizga qaytib keldi. Kutib olish marosimida milliy terma jamoasi a'zosi Behruz Karimov ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan suhbatlashdi. Jahon chempionati biz uchun muhim turnir bo'ldi. O'z darajamizni bilib oldik. Bundan keyingi turnirlarda yana yaxshiroq qatnashib, munosib o'rinlarni olishga harakat qilamiz. Bizga ishongan muxlislar va prezidentimizga rahmat aytamiz. Hozircha top 5 chempionatlari va boshqa ligalardan qiziqish bor. Biz ularni o'rganib chiqib bir qarorga kelamiz. Orzuim Realda to'p tepish, biroq unga hozircha to'g'ridan-to'g'ri borib bo'lmaydi. Boshqa ligalarda o'ynab, bunga erishmoqchiman, deydi Karimov.